Endilikda o'qituvchilarga milliy sertifikatni olish uchun moliyaviy yordam ajratiladi. Bu haqda 5-yanvar kuni Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 2026-yil 1-iyuldan 2028-yil 1-yanvargacha kasbiy ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan subsidiyalar joriy etiladi. Xususan, o'qituvchilarga xalqaro va milliy sertifikatlarni olish xarajatlarining 50%, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravarigacha bo'lgan qismi qoplab beriladi. Malakani baholash markazlarini tashkil etgan tadbirkorlarga esa baholash vositalari uchun sarflangan xarajatlarning 30%, bazaviy hisoblash miqdorining 200 barobarigacha bo'lgan miqdorda kompensatsiya to'lanadi. Shuningdek, 1-martdan boshlab mahalla yettiligi xulosasi asosida ijtimoiy reyestrga kiritilgan birinchi guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan oilalarning uy-joylarida issiqlik izolyatsiyasi ishlari amalga oshiriladi. Uylarga energiya tejamkor deraza va eshiklar, shuningdek, quyosh panellari yoki gelio kollektorlar o'rnatiladi. Bundan tashqari, og'ir toifadagi tumanlarda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida kreditlar yillik 12% stavkada ajratiladi. Xotin-qizlar faoliyati va yoshlar yetakchisi esa tuman va shahar hokimi tomonidan lavozimga tayinlanadi hamda lavozimidan ozod etiladi.